O'zbekistonda endi oshiraveryapti hozir bir video ko'rib qoldim. Endi velosipedchilarga ishtirib so'layapti, hali dastavkada yurgan bolalarga. Nima qilish kerak endi yashash uchun? Bitta ayol chiqyapti, 6 ta molim, 4 ta qo'yim bor ekan. Menga bolalarimni davlatdan pul olishga qo'ymayapti, bolalarimga bermayapti davlatdan pul deyapti. Nimaga? Bolalarga nafaqa puli. 4 ta moli, 6 ta moli bor ekan, 4 ta qo'yi bor ekan. Bu uni daromadi ekan. Shundan ko'p daromad kelyapti ekan. 6 ta moli, 4 ta qo'yidan. Shuning uchun unga pul bermaydi, chunki uni daromadi katta ekan. Bu nima, qayga qarab ketyapti? O'zbekiston, qayerga qarama, yo'q, hech joyda yo'q qonunlar chiqib kelyapti. Tavba qildim. Bu turishda o'zbeklar o'zimizni davlatni la'natlab yeb qo'yamiz. Bu ketishda yaxshilik bo'lmaydi. Endi xalq qo'zg'olon qilmasa ham o'zimizni o'zimiz la'natlab, davlatimizni la'natlab chiqargan qonunlarni oxiri bir falokat bo'ladi.